Nima bu? Murodov dental klinikasi. Rosti, ko'p joyda insonni xijolat qiladigan organ bu tish bo'ladi, lekin o'sha tishlaringizga ehtiyotkorlik bilan qarashingiz kerak. Uzumni jo'ram qayna. Juda ham akkuratni, chiroyligina stomatologiya ochgan. Jahongir, avvalambor tabriklayman, jo'ra. O'zingni kasbing bo'yicha, o'zingni shaxsiy shunaqangi joyingga erishibsan, jo'rajon. Bu bilan avvalambor tabriklayman. Kimga qaranglar. Tishiga oid mana bu yerda o'sha xizmat turlari batafsil bor ekan. Bu videoni tez tishi doim hidlanib yuradigan tanishingizga yuborib qo'ying. Shunchaki savobga ham qilib beradi shu jo'ramolga kelinglar. Tishlarni davolash, milklarni davolash, og'riqsiz tish olish, tishlarni oqartirish hammasi bor va juda ham kelishtirgan chiroyli narxda qilib beradi. Jahongir jo'ramni o'ziga batafsil murojaat qilasizlar, jo'ra. Endi reklama bo'ldi. Qachon qaliroq ketaverasiz tekinga. Ya hazillashyapman. Tishlarim chotki, chunki bir marta plomba qilib bergan edi, 2 yildan o'tdi, lekin hech qanaqa bezovta qilgani yo'q, sababi juda ham sifatli bo'lgan. Batafsil ma'lumot uchun pastda ham qoldiramiz. Jahongir o'ziga batafsil murojaat qilasizlar. Rosti menga juda ham yoqdi, kichkinagina, juda ham qulay, akkuratligina joy.